Li avtomobillarini, demak, Nissan avtomobillarini xarid qilgan egalariga albatta bu videoni jo'natib qo'ying. Demak, Li olganlar bilishadi, master account ulash kerak bo'ladi. Demak, bu Li'ni maxsus mobil ilovasi. Unga ulanish uchun Xitoydan onlayn ravishda SIM karta sotib olish kerak. Demak, mana shu Li mobil ilovasi, mana ko'rib turganimizdek, hozir bu yerda avtomobil ulangan. Lekin bitta muammo shundaki, bu yangi raqam edi. Demak, yangi raqamga ulasak, ichida avtomobil turibdi. Demak, muammo nimada? Siz avtomobil xarid qilganingizdan keyin, ya'ni Li'ni master akkauntini ulash uchun SIM karta xarid qilasiz onlayn ravishda va SIM kartaga obuna to'lashingiz kerak va har yiliga $20 dan bo'ladi. Agar siz ana shu obuna muddati tugagandan keyin obunangizni cho'zdirmasangiz, telefon raqamingiz kuyib ketadi va master akkaunti bor odam, boshqa odam Xitoyda kimdir shu nomerni olsa, master akkaunt to'lasa, mana xuddi shu tarzda kimdir telefonda sizni avtomobilingizni to'liq boshqarib o'tib qoladi. Hozir bizda birovning mashinasi, chunki bu odam telefon raqami xarid qilgan, obunasi tugagan, cho'zdirish esdan chiqqan. Qarang, mana Li 7 kimnikidir. Bu ishlab turibdi. Albatta biz hozir bu akkauntdan chiqib ketib yangi avtomobilni ulaymiz. Nima demoqchiman? Agar sizda yoki tanishlaringizda Li Auto bo'lsa, Nissan bo'lsa, master akkaunti bo'lsa, obuna bo'lgan muddatni, obuna bo'lgan vaqtdan turib, obuna bo'lgan muddat ichidagi, demak, o'sha 3 yilmi, 2 yilni esdan chiqarib qo'ymanglar. Ana shu muddat tugashidan bir kun oldin obunangizni cho'zdirib qo'yish shart, chunki SIM kartangiz kuyib ketadi va master akkaunt ishlamay qoladi avtomat tarzda. Master akkauntni esa qaytadan nima deydi? Qaytib olish, o'sha восстановить qilish $1000, $1200 atrofida turar ekan bu xizmat. Shuning uchun mana shunaqa muammolarga duch kelmaslik uchun sizning telefoningizda, ya'ni sizning avtomobilingiz birovning telefonida boshqaruvga o'tib qolmasligi uchun albatta SIM karta obunasini cho'zdirishni unutmang. Bu videoni Li Auto minadigan akalarga jo'natib qo'yinglar.